Bu videoni ko'rgandan keyin albatta siz ham professionallardek rang tayyorlashni boshlaysiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta saqlab oling, chunki qaytib topa olmasligingiz mumkin. Ranglar nazariyasining eng oddiy, ammo eng muhim qoidalaridan biri haqida gaplashamiz. Bir-biriga qarama-qarshi ranglar mavjud. Sariq binafsha, qizil yashil, to'q sariq va ko'k. Agar bu juft ranglarni o'zaro aralashtirsangiz, ular bir-birini neytrallashtiradi. Ya'ni har bir rang o'zining yorqinligini yo'qotib, kulrang tusga yaqinlashadi. Ayniqsa oq rang qo'shilganda bu yanada yoqqanroq sezilishni boshlaydi. Rassomlar, arxitektorlar, dizaynerlar ham aynan shu usuldan foydalanib, haddan tashqari yorqin ranglarni tabiiyroq, sokinroq ko'rinishga keltiradi. Masalan, yashil rang juda yorqin chiqib qolsa, unga atiga bir tomchi qizil qo'shish kifoya. Yoki ko'k rangni yanada murakkabroq, chuqurroq tusga kiritmoqchi bo'lsangiz, unga ozgina to'q sariq rang qo'shing. Ko'rinishidan oddiy tuyuladigan mana shu bilimlar sizga ancha murakkab va jonli, professional darajadagi ranglar bilan ishlash imkoniyatini beradi. Bunday qiziqarli ma'lumotlar va professional maslahatlar uchun bizga obuna bo'ling, like va kommentariyada bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang.